Mushu dori erekşinike payda katkan derken bakatı koşu değil yapkayda aldığını gelgen bilimini kabul edip. Abdumchat aka şu erlerimizdeki taş börek nem turtkan, nayt soğuk turtkan, şu kusar hül turtkan ahvalı zaten neme sebepten muş doğruluk bir sözlep bergen bolsanız. Buladı. Adette bu erlerninki şu tanasıl azalarınki təbiətini biz quruq hem soğuk turuş kerak deymiz. Çünkü bir yerde sperma saklanıdı. Şoň sperma degende nima? Masalan, ýanyklanygan doktorxanalarda sperma saklansıma 0-dan tövän neçe yüz gradusda saklaýdy buni. Sebäbi nima? Sperma ülep ketmesin dep. Çünkü bu ya hem qurgak hem soğuk duruş kerak. Bulakmy taş börek. Emdi muşunda yellik tamaklarını köp istismar qilish, soğuk içimliklerini köp içiş, yuguraş musabaqalarına, yani eryallık yuguraş musabaqalarına nayet köp qatnaşış, muşunun oxşaş işler sebebinden yoki bo'lmasa hormon turidagi yoki tutquchi turidagi dorilarni köp istismar qilish sebebidan mushu tosh börekninki quruq suvoq tabiati asta-asta o'zgarib ho'llikka, shuning bilan endi ta'layotgan, chatorliq taraf ta'layotgan, hatto yo'g'inab ketayotgan, suv tushayotgan, sigan chog'da og'ritib ketgan bu ahvolni ig'irlashgan siri tug'masini keltirib chiqarib qo'ydi, ma'zi bezlari keltirib yalluqlanishni, o'skishni paydo qilib qo'ydi. Shunga aylarimizda shu o'zini kutinish jihatda birinchidan shaxsiy tozaliqqa alohida ahamiyat berish, ikkinchidan shu dori erekşinike payda qatgan derken bakatı koşu değil yapkayda aldığını gelgen bilimini kabul edip yeveriş, bu işlerin hemmesi şu üzünü bilmeyi soğusaklaş katarlıklarının hemmesi şu taş börekdeki yalluqlanish orqali şu taş börekde ta'layotgan, purayotgan, hatto bu yerga suv tushib, yuqumlarga keltirib chiqaradigan ahvollarni keltirib qo'yishi mumkin. Endi yuqorqidek shunda ahvollar ko'rilib, ya'ni ta'lab, purab bunday narsa, bunda buli bersa, siz vaqtida doktorxonaga bormasangiz, keyincha farzandlik o'tgan ahvolingizga, normal turmush kechirayotgan ahvolingizga ig'ir ta'sir etadi tuqqanlar. Jiqlagan shu odamlar bu ta'lab kelsa, chip-chip bo'lib kelsimi, chattiqi yo'q. Abigan o'shilib qolar, o'shilib qolar deb yuvaman. Cho'qim vaqtida doktorxonaga bormasanlar, keyingi nurg'unlagan shu jinsiy kasalliklar yoki bo'lmasa bog'chilik kasalliklarga mubtalo bo'lib, keyin davolashdan keyin yaxshi bizni qo'ldan berib qo'yishinglar mumkin. Shunga foydalanib qolishingizni umid qilaman.